Ana sovuqlar kelib, ukrainskiy sezoni ham boshlanib ketdi. Ko'p klientlar bizga telefon qilib, "Ustobo, ukrainskiy yonmayapti yoki yaxshi isitmayapti, yo'qolmayapmiz" deb telefon qilishadi. Bu videoni обязательно kimni uyda ukrainskiy pechkalar, konvektorlar bo'lsa, o'shalarga обязательно yuborib qo'ying. Biza endi ukrainskiy pechkani o'rnatish, regirovka qilish, tozalash va boshqa xizmatlarimizni ham qo'yib boramiz. Mana ukrainskiy pechkamiz, klientimiz jalba qilyapti, ukrainskiy вообще yonmayapti deb. Svechani yoqdik. Mana bu yerda svecha juda past yonyapti. Past yonganda ukrainskiy pechkamiz даже yonmayapti. Regirovka qilish juda oson. Birinchidan, mana bu krishkachasini ochib olasizlar. Mana bu yerda plyusovoy ko'radimi ochib qo'ygan edim tayyorlab. Ana shu plyusovoyni ochasizlar. Ochganingizdan keyin mana bu yerda ikkita minusovoy atyorga ketadigan bolchasi bo'ladi. Bunisiga teginmaymiz, pastagiga teginmaymiz. Mana teppaydagini minus atyorka bilan ochamiz. Ko'ryapsizmi? Baland bo'lyapti. Bo'ldi, ana shu sredniy qilib qo'yamiz. Mana ukrainskiy shunday yoqsak agar yonadi. Bo'ldi.